O'tgan safargi videoda faqatgina bitta hujumi kadrini ko'rgan edingiz. Lekin aynan shu avtomobilga ikkinchi marotaba hujum qilinadi va aynan bu avtomobil shuncha ishdan keyin ham biz uchun hayot alomatlarini taqdim qiladi. Moyi kamayib ketsa ham, suvga tushib ketsa ham, off-roadda sakrab ketsa ham, qumda dumalab ketsa ham, hattoki to'ylarga chiqib ketsa ham yuraveradigan Toyota'ning afsonaviy Land Cruiser modeli. Dunyo bo'yicha kam sonli, har ko'yga solinganda ham o'z vajoqatini yo'qotmaydigan avtomobillardan bittasi. Albatta biz orqali boshqa regionlardan farqli o'laroq butun dunyo bo'yicha eng maksimalli komplektatsiyalardan biri hisoblanadigan VXR ning gibridni ustunovkaga ega bo'lganini xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Uning afzalliklari: batareykani sovutish sistemasi, radar datchiklari, oilaga mos bo'lgan 7 o'rindiq monitorlar va hokazo opsiyalarni o'z ichiga qamrab oladi. Lekin biz orqali nafaqat Toyota, boshqa avtomobillarning zirhlangan holatida ham buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi. Rasmlari, batafsil ma'lumotlari va uning narxlari albatta eksklyuzivni o'zbek segmentiga deyarli ko'rsatilmaydigan Telegram kanalimizda mavjud bo'ladi. Profilning yuqori qismida har doimgidek havola mavjuddir.